Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 2 sotiq joyda molxona qurish haqida gaplashamiz va u yerga qancha mol sig'adi, shular haqida. Bu mening yangi kanalim. Obuna bo'lib, like-ni bosib qo'yinglar. Bundan da qiziq videolar hali oldinda. Davom etamiz. Mana ko'rib turganinglardek, mana shu molxona 2 sotiq joyda joylashgan. Bu fakat molxona emas, undan tashqari omborxonalari ham bor. Bu molxonaning uzunasiga 10 metr, eniga 5 metr. Bu yerga hozir mana shu mollarning turadigan joyi oralig'i 120 santimetrdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta mol bemalol sig'ib turibdi. Bu turadigan joyi uzunasi 2 metr. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu beton balandligi 50 santidan past, 40 santi bor. 40 santimetr. Bu yoqda esa 120 santi orqa tarafda qolgan. Bu yerdan aravada axlatlarini tashishga mo'ljallangan. Bundan tashqari bu yerda ham joy bor. 2 metr joy. Bu yerda tepadan yozda setka, qishda esa mana shunday kilonka tortib qo'yish mumkin. Ko'rib turganinglardek, bu yerga truba qo'yganmiz, pastga ham, tepaga ham. Bu oxirga bu yer ovqat yeydigan joyiga oyog'ini tiqmasligi uchun. Bu yerga qo'yganlarimizning sababi mol ozuqa yeyotganda mana bu bo'yni qirilishi mumkin, yara bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga qo'yganmiz, shuni oldini olish uchun. Bu yerga yarmini katta mollar uchun, yarmini kichikroq mollar uchun qo'yganmiz. Mana shu yarmidan bu yog'i kichik mollar uchun 1, 2, 3 ta mol sig'adi bu yerga. Buning bo'yin sig'adigan joyi kichikroq bo'ladi, mol oyog'i o'tib ketmasligi uchun. Undan tashqari 2 sotiq joyda bu yoq tarafda omborxona ham joylashgan. Bu yerga mollarning yemlarini qo'yamiz. Hozir qor yog'yapti. Mana bu yerga 3 burchak shaklida qilganmiz. Sababi bu yoq tarafda joy qolmagandi. Shunga. Mana ko'rishinglar mumkin. 2 sotiq joyda 7 ta mol boqish uchun mo'ljallangan. Undan tashqari u tomonda ham yana bitta omborxona bor. Hozir u yerni ham ko'rsataman. Mana bu yerda ham bitta omborxona bor. Hozir qulf turibdi bu yer. Mana bu yoqqa tepada setka qo'ysa bo'ladi. Yozda setka, qishda plyonka, kilonka qo'yamiz. Shunday turadi. Issiq saqlaydi. Mana ko'rib turganinglardek, undan tashqari bizda teplitsa, ya'ni issiqxona ham bor. Uni keyingi videolarda qo'yib boraman. Ungacha obuna bo'lib qo'ying. Bunday molxonani qurishning afzallik taraflari: birinchidan, mol yaxshi joyda turadi. Ikkinchidan, buni tagini tozalash uncha qiyin emas. Bu yon orqa tarafdan kelib shunday axlatni mana shunday narsa yasab qo'yganmiz. Shu bilan shunday tortib tashlasa ham bo'ladi. Keyin bu yerga tushganlarini aravada olib chiqib ketiladi. Obuna bo'lishni ham unutmang. Bundan da qiziq videolar hali oldinda. Bu mening kanalimdagi birinchi video. Undan da qiziq videolar albatta qo'yaman. Ko'rib turganinglardek, mana bu tuyniklar nima deb so'rashingiz mumkin. Bu tuyniklar havo issiq payti havo aylanib turishi uchun qo'yilgan. Hozir sovuq bo'lgani uchun ularga narsa tiqib qo'yibmiz, shamol kirmasligi uchun.
Bular issiq kunda hammasi ochiladi. Mana pastlarda ham bor. Mana bu yoqlarda va mana bu yerlarga ham qo'yganmiz. Bular hozir kichikroq. Bularni kattaroq variantini qilsanglar yaxshi bo'ladi. Bu yerdagi bochkada esa biz suv qo'yamiz. Bunga nasosdan suv keladi va to'ldirib qo'yamiz. Shundan olib mollarni yemini, suvini beraveramiz. Hali u haqda yemlar, qanaqa yem berish kerak, necha mahal yem berish kerak, ular haqida ham video qilaman. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Bu yerga elektr tok ham o'tgan. Mana lampochkalar qo'yganmiz. Hozir svet yo'q ekan. Shu qorong'uda ham bemalol kelib mollardan xabar olsa bo'ladi. Shunday aytganimdek, 2 sotiq joyda bemalol 7, xohlasangiz 10 ta mol boqsa ham bo'ladi. Bizda hozir bu yoqga bitta, bu yoqga bitta omborxona qurganmiz. Shuning hisobiga bu yerga 7 ta mol sig'gan. Uni 120 qilganmiz. Undan sal kichikroq qilib, kichik hajmli mollarga qo'ysa ham bo'ladi. Ko'proq mol sig'adi. Yana bitta narsaga ahamiyat beringlar. Mana bu betonning eni 15 sm bo'lishi kerak. Shunda mustahkam bo'ladi. Undan tashqari bu trubalar yerga qazib ko'milgan. Shuning hisobiga ham mustahkam bo'ladi. Mol uni hech qanaqasiga qo'zg'ata olmaydi. Masalan, katta ho'kizlar uchun ham yaxshi bo'ladi. Uni qo'zg'atib, qiyshaytirib yubormaydi. Bu yondagi trubalar ham shunaqa ko'milgan va beton qilingan. Tagiga keladigan bo'lsak, eng asosiysi sigir yo'nalishida boqadiganlar uchun maslahatim g'isht bo'lsin. G'ishtni yotqizib qo'yib ketilaveradi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Agarda faqat ho'kiz boqaman deganlar bo'lsa, unga mana bunday beton qo'yganlaringiz yaxshi. Sababi suv turmaydi. Betonda tushib ketaveradi. Sigirda esa bu sovuq tortishi mumkin. Oyog'i sovuq oladi, misol uchun betonda. Bu g'isht esa unchalik sovuq tortmaydi o'ziga. Betonga qaraganda suvni yerga o'tkazib yuboradi.